هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Furqan tefsiri 25. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Furqan suresi 25. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şu günde asman bulut bilen birlikte yerildi. Periştiler bendilerinin namı emelini ilip arka düşüdü. Padişahlık bu günde merhametlik Allah'a hastır. Bu gün kafirlığa kıyındır. Şu günü zalim yani kafir iki kolunu çişlep ise Peygamber bilen nicat yolunu tutsamço, eset palanını dost tutmagan bolsamço, Kur'an bana yetkendin kiyin o yani palanı meni Kur'an'dan şek şübhisiz ki azdırdı deydi. Şeytan insanını azdırıp bulup taşlıvitidir. Kıyamet gününün korkunçluk ahvalları ve özlerine uval kılgıcılarının pişayman kılıdığanlık doğrusudur. Allah Teala bu ayette kıyamet gününün korkunçluk ahvalıdan ve o günde boluduğan kattı işlerden haber verdi. Bu kattı işlerinin katarıdan közlerini çakıntıp durduğan kattı nurunun sayesinin sebebi bilen asmanın yerilişi, asman periştilerinin düşüp toplanış meydanındaki kişilerini korşap duruşu, andın hüküm çıkarışı için Allah Teala'nın kelişidir. Mücahit bu ayetin manası Allah Teala'nın ola yani İslam'a girişini terk etkenler fakat Allah'ın kıyamet günü halayıkның arasında hüküm çıkarış için bulut parçaları içinde gelişini, periştilerinin gelişini ve halayıkның arasında hüküm çıkarılıp bir gruh cenneti, bir gruh devzıhı bulup ayrılış bilen halayıkның işinin bütüşünü kütemdi. Bendilerinin hem işi Allah'a kaytırılıdı. Digen ayetinin manasına okşaştır dedi. Padişahlık bu günde merhametlik Allah hastır. Allah Teala bu vakti mındak dedi. Bugün padişahlık kimge has? Galip bir Allah hastır. İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgan hadiste mındak deb bayan kılındı. Şek şübhisiz ki Allah Teala asmanlarını 10 kolu bilen ziminlarını yeni bir kolu bilen katlap men padişahtırmen, men hesap algıcıdırmen, ziminning padişahları qayerda, zalimlar qayerda ve çoğunçılık kılgıçılar qayerda deydi. Bu gün kafirlar kıyındır. Çünkü o gün toğra ve adil hüküm çıkarıldığın gündür. Allah Teala bu vakti mındak dedi. Sur çilingan vakit o gün kıyın gündür. Kafirlığa asan emestir. Mana bu gündeki kafirlığının halıdır. Ama bu gündeki müminlerin halı olsa Allah Teala bu ayeti de bayan kılgandek boludur. Çoğun korkunç yani kıyametinin dehşeti ulanı kaygıga sanmaydı. Periştiler Allah silegi vaadi kılgan gün muşu dep ulanı cennetin dervazlar aldı da karşı aldı.
shu kuni zolim, ya'ni kofir ikki qo'lini tishlab, "Isit, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamchu" deydi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatida payg'ambar alayhissalomning yo'lidan, payg'ambar alayhissalomning Alloh taolo tomonidan elib kelgan shak yo'q, ochiq haqiqatdan ayrilib ketib, boshqa yo'lda menib o'zlariga o'zlari uvol qilg'uvchilarning qiladigan pushaymondan xabar berdi. U qiyomat kunidan iborat pushaymon foyda bermaydigan bir vaqtda pushaymon qiladi. Hasratlanib va afsuslanib ikki qo'lini tishlaydi. Bu oyat mayli Uqba ibn Abu Muti'a to'g'risida tushsin yoki uningdan boshqa badbaxtlar to'g'risida tushsin, o'zlariga o'zlari uvol qilgan barliq kishilarga umumiydir. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: Devzaqda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular "Kaşki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqchu, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqchu" deydi. Ular Rabbimiz biz haqiqatan başlıqlarımızga, kattalarımızga itaat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Rabbimiz ularga azobni ikki esi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Ya'ni har bir o'ziga uvol qilg'uchi qiyomat kuni qattiq pushaymon qiladi. Hasratda ikki qo'lini tishlab mundaq deydi: "Esit, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamchu, esit, Palanını dost tutmagan bolsamçu, Kur'an bana yetkendan keyin u, ya'ni palani meni Kur'andan şek şübhesiz ki azdırdı deydi. Ya'ni kafir azg'unlik yo'liga chaqiruvchilar meyli Umayya ibn Xalaf, meyli uning qarindishi Umayya ibn Xalaf, meyli Umayya ibn Xalaf, meyli onun qarindishi Ubayya ibn Xalaf yoki u ikkisidan boshqasi bo'lsin, ularning ichidan uni hidoyat yo'lidan elib chiqib azg'unlik yo'liga boshlagan palanini do'st tutmagan bo'lsamchu, u Qur'on menga yetgandan keyin meni Qur'ondan haqiqatan ozdirdi deydi. Şeytan insanni azdırıp bulup taşlı etdi. Yani şeytan insanni haqiqatan azdırıp haqiqatga yetkili qo'ymaydi. Uni nahaq ishlarga ishlatdi va uningga chaqirdi. Payg'ambar aytdi: "Ey Rabbim, şübhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan düşmanlarni qilgandek her bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Rabbing yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir." Payg'ambar alayhissalomning o'ziga qarshi chiquvchilarning ustidan shikoyat qilish to'g'risida Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomning mundaq deganligidan xabar berdi: "Ey Rabbim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Payg'ambar alayhissalomning undaq deyishidagi sabab mushriklar Qur'onga quloq solmaydi va uni tingishmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Kafirlar, bu Qur'onga quloq solmanglar. Uni elishtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin" deydi. Ya'ni kafirlarga Qur'on o'qib berilganda, hatto ular Qur'onni anglamaslik uchun
bekar parangni va boshqa narsa to'g'risidagi gaplarni jiq qilatdi. Mana bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'yganlik va iymon etmaganlikdir. Qur'onga ishonmaganlik, uning to'g'risida fikr yurgizmaganlik, uni tushunmaganlik, uning ko'rsatmasi bo'yicha amal qilmaganlik, uning buyruqlariga bo'ysunmaganlik, uning to'sqan ishlaridan yanmaganlik, uningdan she'rga yoki bekar parangga yoki gap qilishga yoki naqshiga yoki foydasi yo'q ishlarga yoki so'z cho'chaklarga berilganliklar bo'lsa Qur'onni tashlandiq qilib qo'yganlik hisoblandi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Biz xoliqini qila oladigan ne'mat berguchi ulug' Alloh taoladan bizni o'zi yomon ko'radigan ishlardan yiroq qilishini, uning kitobi bo'lgan Qur'onni yodiq elish, uni tushunish va o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ravishda atigan kechda Qur'onning talabi bo'yicha amal ibodat qilishdan iborat, bizni o'zi rozi bo'ladigan ishlarga ishlatishini tilaymiz. Shak shubhisizki Alloh taolo ulug' va atalarni ko'p qilg'uchidir. Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, xuddi sening qavmingning ichida Qur'onni tashlab etib, sen dushmanlashganlar bo'lganidek ilgari o'tgan ummatlarning ichidami payg'ambarlar bilan dushmanlashidiganlar bo'lgan. Chunki Alloh taolo har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildi. Ular bo'lsa kishilarni ozg'unlikqa va kofirlikqa chaqirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Agar Rabbing xolasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla mikrlari bilan qo'yib bergin. Alloh sana ularga qarshi yordam berdi. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qiladi. Rabbing yo'l ko'rsatkichi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir. Ya'ni Rabbing payg'ambarga ergashgan, kitobiga iymon etgan, ishongan va uningga ergashgan kishiga yo'l ko'rsatkichi va yordamchi bo'lishga yetarlikdir. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga yo'l ko'rsatkichidir. Uningga dunyo va oxiratda yordam berguchidir. Rabbing yo'l ko'rsatkichi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir. Chunki mushriklar biror kishini Qur'on bilan hidoyat tepib qolmasin va o'zlarining yo'lini Qur'onning yo'lidan ustun kelsin deb kishilarni Qur'onga ergashishdan to'satdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Kafirlar Qur'on nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga bir qitimdila nozil qilinmadi dedi. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha-parcha nozil qildik. Uni ayrim-ayrim nozil qildik. Ular, ya'ni mushriklar qanday bir savolni tashlamasin, uningga qarata biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nozil qildik.
Ular cehennemge yüzleri bilen söğürülüdü. Ularning joyi eng yaman, yolu en azgındır. Qur'onni ayrim tushirishdagi hikmat, kafirlarga berilgan raddiya va ularning yomon aqibatining bayoni to'g'risida. Alloh taolo bu yerda kafirlarning to'li e'tiroz bildiradiganligidan, tarsalik qilishidan va ahamiyatsiz so'zlarni ko'p qiladiganligidan xabar berdi. Kafirlar o'zlariga ahamiyati bo'lmagan so'zlarni qilib mundaq dedi. Qur'on nemishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga bir qitimdil nozil qilinmadi? Ya'ni Muhammadga vahiy qilingan bu kitob nemishqa uningga xuddi uningdan ilgari tushirilgan Tavrat, Injil, Zabur va boshqa kitoblar bilan bir qitimdila tushirilgandek bir qitimdil tushirilmadi. Alloh taolo buningga javoban mu'minlarning dilini Qur'on bilan mustahkam qilish uchun uni yuz bergan voqealarga va ehtiyojli hukmlarga qarata 23 yilda tushirganligini bayon qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha nozil qildik. Uni ayrim nozil qildik. Qatada bu oyatning ma'nosi uni ayrim bayon qildik deganlikdir dedi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslama bu oyatning ma'nosi uni ayrim tafsir qildik deganlikdir dedi. Ular, ya'ni mushriklar qandaq bir savolni tashlamasin, ya'ni ular qandaq bir hujjat va shubhini tashlamasin, uningga qarata biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni, shubhini hammadan go'zal tushuntirishni nozil qildik. Ya'ni ular haqiqatga qarshi har qanday bir so'zni desa, biz ularning deganlaridan nihoyat ochiq va ro'shan haqiqat bilan javob berdik. Abdurrahman Nasai ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qur'on Qadr kechisida bir qitimdala birinchi osmonga tushirildi. Ondan 20 yil ichida u yerdan payg'ambar alayhisalomga tushirildi. Çünkü Allah Teala mundaq dedi. Ular, ya'ni mushriklar qandaq bir savolni tashlamasin, uningga qarata biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nozil qildik. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Ondan Allah Teala kafirlarning qiyomat kuni qayta terilgandiki eng yomon holidan, ularning eng sat holatda va eng sat shaklda cehennemge elib berildiganligidan xabar berib mundaq dedi. Ular cehennemge yüzleri bilen söğürüldü. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng azg'indir. İmam Ahmed Anasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi: "Ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni kafir cehennemge yüzler bilen qandoq to'planadi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Kafirni ikki putiga mangadigan zot qiyomat kuni uni yüzüce mangdirishga qodirdir" dedi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda
Sure Furqon tafsiridan 34-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.